berishinglar mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammalar tuzumsizlar? Ismim Bahromxo'ja Sharipov. Biznesni rivojlantirish banki raisining o'rinbosariman. Men bilmadim, ko'pchilik eshitganmizlar, hech ishga tushganmi? Ko'proq gruppalarimiz bor bizani. Jahon Yevrodan kim? Hamma akamlar bilsalar kerak, eshitgan bo'lsalar kerak. O'shanga erkin tarzda gaplashaveramiz. Kimni nima muammosi bor, balkim takliflar bordir o'zingizda, balkim bir xizmat ko'rsatish bo'yicha qanaqadir nima deydi, yengillik qilishimiz kerakmi, aholiga bir qulaylik yaratish maqsadida. Hammalar bilasizlar, bank tizimi, moliya tizimi eng nima deydi, dolzarb hozirgi kunda kerakli tizimlardan bittasi. O'shanga bu tizimda o'zinglarni qulay qilishingiz uchun va xizmatlardan sifatli foydalanish uchun balkim o'zingizda ham bir takliflar bordir. Hamma ishni baribir bamaslahat bo'lgani yaxshi. O'shanga o'zingizda nima muammo bo'lsa yoki bir taklifinglar bo'lsa, bemalol erkin. Mana balkim yoshlarda bir o'zini takliflari bordir. Orada bankda ishga kiraman deganlar bordir. Boshqa viloyatlarda yuribmiz. Yosh bolachalar, qizlar kelishadi, bankda ishlamoqchiman, yo'q. O'shanga o'zingizlar bemalol nima masalalar bo'lsa, xohlagan yo'nalishingizda gaplashamiz. Xohlasanglar ish bo'yicha gaplashamiz, xohlasanglar boshqa masalalar. Agar masalalar bo'lmasa, bir bank tizimini tarix to'g'risida aytib berishimiz ham mumkin. 20 yil bankda yuribmiz. Andijonda nima savollar borsam, hamma jim o'tiribdi. Bir javob berib ya oxiri o'zim savol javob qildim mijozlarni. O'zim biladim, tarbiya tartibli bank tizimi eramizdan avval 5-6 asrlarda yaratilgan ekan. O'sha paytdan bor ekan bank.